Atigi 197 ming so'mga full meykap nabor yig'amiz va bu meykap nabor sizga 1 yilga yetadi va makiyaj uchun kerakli bo'lgan hamma kosmetikalar ichida bo'ladi. Tonalkani ta'riflab o'tirmadim. Yuzingizdagi muammo dog'larning yopishini mana shu yerdan bilib olishingiz mumkin. Va tonalka yuzga yaxshi yotish uchun albatta baza ishlatish kerak qizlar. Emilydan shunaqa baza. O'zini oynachasi bilan chiqadigan podvodka. Ogohlantiraman, bu podvodkani o'zingiz o'chirmasangiz o'chmasligi aniq va yuzingizdagi dog'larni, ko'z tagidagi qorayishlarni yopish uchun shunaqa konsiler. Mani ko'pchilik klientlarimga yoqqan eng zo'r o'siflar kelgan pudra joylashtirdim. Keyingisida bu ranglar shunaqa chiroyli bo'lgan. Yoki kitobli litsenni ko'rsatsam ham, "Yo, shu tiningizdan bering" deb so'rab olishadi mani klientlar. Va yaltirashi ko'zingizni oladigan highlighter. Bir tekis chiroyli qilib qo'yadigan sheklimdan fiksator. Kipriklarni uzun qilib ob'yon berish uchun tush. Va keyingisida kisnabor. Albatta bu makiyaj uchun eng kerakli narsa. Tog'asiga bo'lsa sponj va mana bu qalamlar. Bulardan bittasini tanlab olasiz. Qalam va pomadalarni rangini tanlashda qiynaladiganlar uchun albatta ranglariga moslab tanlab beraman va o'zingiz makiyaj qilib ko'rasiz va o'zgarishiga baho berasiz. Kiprik qayradigan ham sovg'aga.